Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men Firoz va mening yangigina videomga xush kelibsizlar va bugungi videomizda qo'rqinchli creeper haqida bo'ladi. Bu creeperni siz eshitmagansiz, hattoki ko'rmagansiz. Mayli, oxirigacha ko'ring videoni, bilib olasiz bu creeper haqida. Bu nima qila oladi? Odamlarni o'ldiradimi yoki buni ham qanaqadir qobiliyati bormi? Bilib olasiz hali. Bundan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Короче, o'yinchimiz sekinlik bilan vyjivaniyalar qilishni boshladi. Uy qurdi, hamma narsalar qurdi o'sha. Uy tutomida esa creeperni qamab qo'ygan. Shunchalik ham to'poy bo'ladimi ya? Короче, bu yana uy tomiga chiqib berar ekan. Bu zerikib ketaverar ekan, creeper tomosha qilar ekan. O'zi creeper hamma joyi chiroyli va zo'r creeper edi. Oyna borligi uchun portlab ketmasdi. Bu ham hech narsadan qo'rqmas ekanda, har doim kechasi ko'chalarda yuraverar ekan. Voy, chaqmoq urdi. Yo, creeperni chaqmoq uryapti. Nima yo'q. Endi nima bo'ladi bolalar? Yo'q, yana o'sha qo'rqinchli narsalar boshlandi. Yo, creeper yo'q. Bolalar, mana o'sha videomiz qo'rqinchli boshlandi. Creeper joyida yo'qolib qoldi. Yo, teshik bo'lib qo'ygan. What the fuck? Yomon chaqmoq urdi. Endi esa nima bo'ladi bolalar? Juda ham qo'rqinchli o'ylayapti. Shuncha mehnat uchun kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yinglar. Voydo, tamcha qo'rqinchli. Uyga kirib ko'raylikchi? Yo'q. Nima bu? Uyimizda hech narsa yo'q. Lekin bu yoq teshik bo'lib qolgan. Nimaga bo'lib qolgan unaqa? Bolalar, sizlar bilasizlarmi? Bizlarga kommentariyaga yozib ketinglar. Men unchalik bilolmayapman. Voy, tomdan yomg'ir tomchilayapti. Voy, chaqmoqqa nima bor edi? Yomg'irga nima bor edi? Va o'yinchimiz qiziqib tomga yana bir chiqib qarasa, shuni creeper turibdi. Bo'yi yo'q edi lekin. U qanaqa qilib paydo bo'lib qoldi? Shunga o'yinchi ham hayron bo'lib qoldi. Sizlar bilasizlarmi qanday paydo bo'lganini? To'g'risi men ham bilmayman. Buni videoni oxirida bilib olamiz. O'yinchi ham har tepaga chiqaverar ekan, creeperni ko'rgani. Zerikib ham ketdi odam. Creeper hali ham joyidan qimirlamas. Hech narsa qilmayotgandi. Chunki hamma o'sha shisha bilan urilgan edi-da. Qanday qilib bir narsa qilsa. O'yinchi uyiga tepaga chiqish uchun oson bo'lishi uchun darvoq hamonni atib qo'ydi. Keyin qarasaki creeper yo'q. Nima creeper qayerga ketgan? Shunisi menga ham qorong'u. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Voy, yana bir qo'rqinchli hodisa bo'ladi menimcha. Chunki boya creeperni radioaktiv chaqmoq urib yubordi. Bu qanaqa yomonligini bilasizlarmi? Ya'ni bu chaqmoqlangan, elektronlangan creeper paydo bo'lishi. Creeper hammani bittada o'ldirib yuboradi. Balki bundan ham yomon narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni ham bilmadik. Yo'q, ana creeper. Yo'q, portlab ketdi. Zaryadlangan creeper. Qanday qilib u yo'qolib yana bir kiryapti? Bu yopiq edi-ku hamma joy. Shishalangan. Agar shishani sindirganida qanday qilib shisha qo'ya olardi? Yana chaqmoq uryapti. Nimaga? Qanaqa qilib? Onlar shuni tushunib turib beringlar. Umuman tushunmayapman. Men bularni olib tashlash kerak. Voy dod. Uyga kirish kerak menimcha. Tashqarilarda creeper yo'q. Nimaga portlab ketdi, lekin uyga zarar tegmadi. Bu uy portlagan edi-ku. O'yinchimiz sandiq so'kkan paytda oldida nimadir portladi. Bu aniq creeper edi menimcha. Lekin creeper nega o'lmayapti shuncha portlab? Nimaga u portlaganda bloklar sinmayapti? Shuni tushuntirib beringlar, qanaqadir g'alati. O'yinchimiz battar qo'rqib ketayotgan edi. Nima ekan, qayerda deb hamma joyga qarayapti. Bu yoqda yana bir marta portladi. Nima? What the fuck? Yo'q, hech narsa yo'q-ku bu yerda. Qanaqa qilib bolalar tushuntirib beringlar. Yo'q, voydod. O'yinchimiz battar vahimaga tushib boryapti. Voydod.
Voy, bu hamma joyga qop-qorong'i nimaga? Yomg'ir ham qorong'i, nima kerak edi? O'yinchi tomga qaray boshladi. Tomda hamma shishalar ya'ni to'g'rilanib qo'yilgan edi. Hech narsa buzilmagan. Qanaqa qilib bolalar? Xudodan qo'rqib ketyapti. Menimcha klipperni o'ldirib tashlash kerak. Shishalar qo'yilgan. Lekin bu shishalar hammasini sindirib tashladik. Yo'q, qanaqa qilib? Juda ham qo'rqinchli bo'lyapti bolalar. Nima qilsak bo'ladi? Klipper yana kelib qolsa, qanaqandir maxluqqa aylanib ketadi. Voy, chaqmoq urdi meni. Voy, do't. Nimaga aynan shu yerda chaqmoq uryapti? Nega chaqmoq zarbidan ishort yormayapti? O'yinchimiz ozroq uyda o'tirib, shunday tashqariga chiqib qarasaki, Creeper joyiga paydo bo'lib qopti. O'ldirib tashlash kerak endi bu Creeperni. O'ldir, nega kerak? Paydo bo'lib qolgan, o'ldirish kerak. Faktlarga nima bor endi? Voy, Creeper narsalar qo'ya olmaydi-ku. Qanaqa qilib, o'zi Creeper cho'chqadan paydo bo'lgan. Bekorga emas, cho'chqa harom narsa. Shuning uchun Creeper ham harom bo'lgan. Creeperning narsasini yemanglar. Cho'chqaning ham narsasini yemanglar. Voy, bu Creeperning ham urib maxluqqa aylanib ketib qolsa nima qilamiz biz? Qochish kerak. Voy, do't. Yo, molmi? Yaxshi beradi. Yaxshi nega? Ana. Nega moldi shuni esa bo'ladi. Yo, chalachi chaqmoq urdi. Yo, endi Creeper osonlikcha bizni qo'yib bormaydi. Nimaga? Endi o'ldik bolalar. Aniq o'ldik. 100% kafolati bilan. Chaqmoq urdi. Ana tomimiz ham teshilibdi. Yana blok qo'yib qo'yish kerak. Shunday bo'yi tomga qarasa qanaqadir qip-qizil g'alati Creeper turibdi va menga qaradi. Yo, o'chib qoldi. Yo. O'ldiradi aniq o'ldiradi. Yo. Bir ko'rishim kerak. Yo, yo'qib qoldi. Qanaqa qilib bolalar? Yo, onasini nima? Bizni nima qiladi? Nima ahvolga soladi bu? Voy, men bularni 8 marta tashladim, yana bir marta tashlash kerak. Voy, qochish kerak. Agar o'ldirib tashlasa, bu shuncha qilgan mehnatim bir pul bo'ladi va men ham o'laman. Nimaga? Yo'q. Nima bu? Magmalarmi? Qizil, yo, onasini nimaga? Yo, tishlarkan bu. Nima bu? Creeper'ga urib, qanaqa Creeper bu? Yo, bolalar, oxirgacha ko'ringlar, nima bo'lishini bilasizlar. O'yinchimiz uyidan anchagina uzoqqa ketib qoldi. Uyni ham ko'rmay qoldi o'zi. Bu yoqqa nimaga kelganini men unchalik tushunmadim. Balkim Creeper'ni ko'rish uchun kelgandir, yana ham bilmadim. Bu yoqda lekin hech narsa yo'q. Voy. O'g'illar borgan sari qo'rqinchli bo'lib boryapti. Tezroq bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Go! Bu yoqlarda ham hech narsa yo'q. Nima? Bu nima? Yo. Creeper uyimizga kiryapti. Nima? Biz uyga nima bor bunga? Yo'q, qanaqadir fakirlar. Men unga uyimni bezat demagandim. Uni o'ldirish kerak bolalar, nimadir qilishimiz kerak. Yo'q, qanaqadir qizil pol. Bularga men what? Bunga nima bor? Sindirib tashlashimiz kerak. Bormi bu narsalarga bizning uyimizga? Yoqimli qo'yib qo'yaman. Voy, dot. O'yinchimiz yana bir bor qarasaki, o'sha Creeper yana turibdi tepada. Creeperni aniq o'ldiraman. Aniq. Yo, yana yo'q qoldimi? Qo'y Nuray, nimaga? Voy. Kallasi ko'ra yana yo'q qoldi. Endi nima qilamiz? Bolalar, sizlar kanalimizga obuna bo'lmaganliklar uchun yo'q bo'lib qolgan. Tez obuna bo'lib qo'yinglar. Yo'q, bu yerda ham hech narsa yo'q-ku. Bu nima? O'yinchimiz nima qilishni bilmasdan baribir mashalarga fakirlar qo'yib, yana o'sha Creeperni kutib boshlardi va uyda paydo bo'lib qoldi.
Nima bu teleport qanaqadir endirma boshqacha bir nimadir creeper. Nimaga bu bunaqa creeper man? Tushunmadim bolalar. Sizlar tushungan bo'lsangiz go kommentariyaga yozinglar. Agar qo'rqayotgan bo'lsangiz uni ham kommentariyaga yozinglar. Yengil tortasizlar. Yo biz bitta chelak nima edi? Shunda qayiqqa solib qochishimiz kerak bu yerdan. O'tadim ketdim man. Bu yerda qolsak nimadir bo'ladi aniq. Creeper bizni o'ldirib yuborishi mumkin. Bir qarab ko'raylik nima hech narsa bo'lmayapti. Hech narsa yo'q menimcha. Qanunda biz ketdik bolalar. Yomon qo'rqib ketyapman. Agar oldimizdan paydo bo'lib qolsa ana creeper. Bu yoqqa ketib qoldi. Nima bor unga? Ketgan qasddan boramiz. Biz axir qiziquvchamiz. U yo'lda ham kelib qoldik. Qani u? Qanasan creeper? Alo. Tutolsam yo'raman lekin. Qo'rqitma debman. Qo'rqitma. Yo'qki. Qayerdasan paydo bo'l. Birga bir chiqsam aqlingami debman. Duxuga kirib beringni ham. Menga bilan xuyt qila olmadi. Chunki men zo'rman-da. Uchi kunduzdan chiqsa kerak hali beri. Oy. Qanasan creeper? Qanasan? Ke birga bir yo'raman. Aqlingami bo'lsa chiq. Sen chaqirib charchab ketdim-ku. Chiq. Alo, Nigerbek. Alo. Yo, aniku. Ke. Hay, bratishka, yaxshi. Aqlimga. Bu aniku yaxshi. Ko'rishki. Yo'raman lekin. Nima meni qo'rqitaman debsan? Ha, yo'raman. O'zingni uzoqdan ishlab, yetilda o'ziga o'xsharkanmi? Bu yerda ishonch yo'q-ku. Gapirmay qoldingmi sen? O'zi qo'rqding sen-da. Qo'rqarim yo'q. Qo'rqqaning yo'q. Nima bo'lsa berkin, yeyapsan, nimalik. Yo'l-yo'lishing kerak, chiqordi bolalar kirib beram. Aqliga emas-da. Aqliga bo'lganda chiqardi. Umuman bu aniku. Nima bor? Nima ishlab? O'ldirib qo'ydik-ku. Aqlimga. Mayli bolalar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.